هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Hürmetli şeyh, turmuş meni üretdi dep aytүүнүн hükümü nindi? Yok, yaramay mınday sözler aytırga. Allah meni üretdi. Allah meni to'g'ri yo'l bilan olib bordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Ammo turmush meni üretdi. Yeyse taqdir shulay tiladi, bu shirk. Yeyse yozmish shulay tiladi. Şuna ko'ra saq bo'ling'iz. Shunday so'zlar bor. Qizg'anish bek ko'p kishi ularning ma'nolarini e'tibor bermay. Şuna ko'ra yozmish shulay tiladi deb aytma. Ayt inshaalloh, ya'ni Alloh subhanahu va taolo shulay tiladi deb. Ham Alloh subhanahu va taolo narsa tiladi, shulg'ina bo'lar. Ammo narsa ul tilamadi, ul bir qachonda bo'la olmaydi. Ham Allohga g'ina xos bo'lgan amallarni Allohdan boshqa kimdir ishlay oladi deb aytuv eng qo'rqinch hallardan bo'lib turadi. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.